Короче, bittasi sinib ketdi mana. Plitan bittasi mana. Yarim metr joy ilinib turibdi. Asfaltni o'zi ushlab turibdi mana. Chekkadan odam o'tib tushib ketadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi ko'prik qulab tushganligi aks etgan video tasvirlar tarqaldi. Holat bo'yicha biz aynan voqea joyiga yetib kelganimizda haqiqatan ham ko'prikning bir qismi o'pirilib tushganiga guvoh bo'ldik. Bu bir hafta bo'ldi buzilganiga. Qachon bu bo'ladi bu? Tezroq tuzatsin mana. Ishga pishkin boramiz. Bolalar maktabga borib kelishga qiynalyapti. Bolalar bu yerda maktabda o'qiydi, mana men kelamiz, bu yoqqa o'tadi. Shu muammomiz. O'zimiz ham ishga borib kelish uchun mana bunaqasi abyez qilib borib kelamiz. Bitta biz emas, bu yerda Quychirchiq, Oqqo'rg'on hammasi ulanib turibdi bu yangi yo'l bilan. Tezroq remont qilish kerak imkon qadar. Bu kim yurganda bu tushib ketishi aniq edi. Mana yo'llar yana yorilyapti balkalari. Endi xudo xolasa tezroq bitishini kutib qolamiz. Shu ko'prik buzilganiga sababi maktab bolalar hammasini yo'llar aylanma bo'lib ketdi. Shu uzoqlik qilyapti, faqat shu. Mashinalar ham yurmayapti mana shu sababli. Voy voy! Ko'rib turganingizdek, ko'prik haqiqatan ham ta'mirtalab va achinarli ahvolga kelib qolgan. Xo'sh, tegishli mas'ullar holatga qanday munosabat bildirishadi? Yangiyo'l tumani Epkinda MF hududidan o'tgan D00022 avtomobil yo'li. Ushbu ko'prigimiz 1967-yilda qurilgan. Katta yuk mashinalari o'tishi sababli hozirgi kunda ta'mirtalab holga kelib qolgan. Ayni damda ushbu ko'prik ta'mirlash ishlarini Moliya vazirligi tomonidan, respublika byudjeti tomonidan moliyalashtirib berilib, dastur shakllangandan so'ng ta'mirlab berilishi rejalashtirilmoqda. Demak, ushbu ishlar mana shu yil yakuniga qadar cho'zilmaydi. Qisqa muddat ichida ta'mirlab berilishini ma'lum qilamiz. Minlar mazkur ta'mirtalab ko'prik muammosini ham o'z nazoratiga oladi va umid qilamizki, mas'ullar ko'prik butunlay qulab tushmasidan avval muammoni qisqa vaqt ichida bartaraf etishadi. Biz mavzuga yana qaytamiz.